Xo'p, mana bu kapotda bir xilgina zashta bo'ladi. Mana bunaqa zashta yo'qlarda mana ko'rishinglar mumkin. Mana bunaqangi iz bo'lib ketgan, polni ketmaydigan bo'lib. Bunda ham bir sinab ko'ramiz mana shu sredствоmiz. Xohlagan joyga separasiz. Xohlang motorga, xohlang kuzovga umuman qizig'i yo'q. Torpedami, salon qismi, motor qismi hamma joyga ishlasangiz bo'laveradi. Hech qanaqangi ziyoni yo'q. Hop, qani bitta artib ko'ramiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Chotki. Mana bu bilan buni solishtirib ko'ring. Mana buni ham artib ko'rsataman. Hech qanaqa ketmaydi mana. Ko'ringlar. Bitta sepdi 30 sekund o'tmadi. Qisqasi mashinangizni qurchoq qilib olib yurasiz. Aynan mana sredствоda. Narxi taxminan 30 ming so'm atrofida chiqsa kerak. Pastda raqam qoldiramiz, to'liqroq ma'lumotlarni berishadi. Hop, motor qismlariga ham sepdi mana. Effektini ko'rib turibsiz. Shunchaki mana shu holatda, mana shu holatga olib qo'yyapti.